Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Charchamay, yaxshi dam oldinglarmi? Hammanglarni xonadoninglar tinchmi? Hammaga juma yomi muborak bo'lsin, qadrdonlar. Biz Prehtamiz yana. Tomga to'sin terish ishlari boshlanib ketdi. Yog'ochlarimiz ham chiqqan kelyapti, xudo xolasa. Strapel, to'sinli kelyapti. Mana shu yog'och bergan insonlarni duo qilib qo'yasizlar, yaxshilar. Xo'janim ham mana shu yerda obedlarni qilib beryapti. Xo'janim charchab qolmadingizmi? Yo'q, yaxshi. Sizlar ham ish qilib yaxshi ovqatlandinglarmi? Yaxshimi ovqatlaring? Xudoga shukr. Ehson berganlarni ham janjallari sog' bo'lsin. Mana kelib sizlarga yordam berayotganlarni ham janjallari sog' bo'lsin, iloyim. Hamisha yuzlari yorug' bo'lsin. O'sha qarishsin. Allohim hamisha janjallari sog' bo'lsin hammasini. Doim amin. Aytganingiz kelsin. Qadrdonlar, Xo'janamiz Iqboljon akaning ammalari mana shu hijolat olib kelib qaylashib turibdi. O'zinglar yaxshimisizlar? Charchamay musofir yurgan vatandoshlar, ishlayapsizlarmi sovuqlarda qiylanmasdan? Qirg'iziston, Tojikistonlik birodarlar, joninglar sog' bo'lsin. Rustamjon kanalida ko'rgan bo'lsanglar, kelgan to'sin, strapel. Mana shu yerda bor yog'ochlar kelyapti, xudo xolasa. To'sinlar terishni boshladik. Bizda operator anaqayu yetishmovchilik. To'sinlar tashladik, xudo xolasa. Hozir 3-4 ta qoldi, uni ham tashlab tomni yopish harakatidamiz inshaalloh. Mana shu kartalarga ozginadan qo'llab tursanglar, qadrdonlar. Mana shu oilaning ham bir xursandchiligini ko'ramiz. Oldingi videolar chiqqan boshida tushunmagan insonlarga, yangi ko'rayotganlarga qanaqa oilaligi akamiz og'ir ish qila olmaydi, endi ishga yaramay qolgan, iloyim shifo bersin. Uyimiz ham oz qoldi. Tomni materiali inshaalloh mahalladan chiqyapti. To'sin strapelliklar bo'lib qoladi, xudo xolasa. Keyin mana shu oqtepaliklar kelamiz degan hasharga. Gipsakardon olishimiz kerak. Devorga gipsakardon qo'yadigan bo'lyapmiz, qadrdonlar. Ehsonni joyi Allohning yo'lida, xudo xolasa ozginadan 100 rublmi, 10 rublmi qo'llab tursanglar bo'lib ketadi. Sizlar avjida obed qilib chiqdik. Boshimda aylanar ming bitta tashvish, azal filmda yo'q har kimdan nolish. Men deb nolivermang, Allohdan har ish. Mendan xafa bo'lib yurgan odamlar, 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 mendan xafa bo'lib yurgan odamlar. Dunyoning ishlari xilma-xil turfa, odamlar topilar sizdan ham xafa. Sizga shu
alaymu tuhfa mendan xafa bo'lib yurgan odamlar balki tik qaradim ko'zingizga goh balki qarolmadim ko'nglingizga goh deydilar avvalo o'zingga bir boq mendan xafa bo'lib yurgan odamlar Tangriga ayondir savob gunohim o'zi yuragimdan yolg'iz ogohim sizga aytolmayman har bitta ohim mendan xafa bo'lib yurgan odamlar 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 so'rashga vaqtim bo'lmadi vaqtim bo'lganida naqdim bo'lmadi holim so'rmadingiz qadrim bo'lmadi mendan xafa bo'lib yurgan odamlar to'g'ri kimlarnidir mensimay o'tdim kimnidir avaylab kiprikda tutdim balki o'zini o'ylab sizni unutdim mendan xafa bo'lib yurgan odamlar balki begonasiz balki jigarim bunchalar sinamang bosh emas sabrim bir kun uzr so'rab yig'lagan qadrim mendan xafa bo'lib yurgan odamlar 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 kanalni olib qo'ydik qadrdonlar bugungi kunimizni mana ikkinchi proyektimiz ikkinchi seriyasini tugatdik. Uyga qaytyapmiz. Katta ish bo'ldi. Hamma materiallarimizni tayyorlab oldik. Kampyosi endi qopqanimizdan keyin ko'rinadi, xudo xolasa. Ishlar asa yurdi. Avjida to'sinlar terib, shilibkalar qoqilib, katta ishlar olib ketdi. Mana tog'am mana o'tiribdi mana. Sigirim nima qilyapti-kin deb o'ylab o'tiribdi. Sigirizdan video keldimi bu? Sigirislayapman yana. Tog'am mollarni sotib qo'yib, yangi mol ola olmay diqqat. Proyekt ishlatveramiz shekilli endi pulini. Ye? Astrolar ekan haligi. Ha dedingiz? Hozir chaqirdik. Hop. Omonlarim qirilib ketdi-yu. Ovozi baland odam chaqirdi. Dilshod, bizda chaqirib qo'ymasin. Ha, o'zi. Qami eshitdi qo'shlardan. Nima yo'q, pechka yaqyapsizmi? Ha, marta pilas kerak edi. Qachon? Ha, 20 ming tavo. Qo'llarilar oshnasi, do'stingiz. Ha? Nima edi? Yonolar kesish kerak uni bruslarni. Shunga arada qiynayapti. Bir ishlikka qo'yatdi. Ko'rganim yo'q. Bittaman qada olasiz endi? Bittaman yoqqa borib kelib mashina ola olasiz. Shu ukamiz bugun qadrdonlar o'g'illi bo'lib olgan. Duo qilib qo'yinglar. Kecha meni mashina kutib turgan ekan. Nimaga ketyapmiz deb. O'zi mana o'g'illi bo'libdi. Inshaalloh. Hammaga shunaqa farzandlar nasib qilsin. Ukamiz duo qilib qo'yasizlar. Ehsonlarni ko'paytiringlar, mana shu uylar bitib ketsin endi. Ertaman nechida kelasiz? Yo'q. Ana narsa deyman. Bo'lmasa nimani berib ketasiz? Matapilarmi? Bo'laveradi. Hali oshnangiz ismi nima edi? Bu bola kelguncha biz o'zimiz kelamiz, ertaman aytib ketasizmi? Yo'q, ertaman. Yaxshi, oshnangiz qo'yib ketavering. Ha, kirib qo'yaman. oshnangiz ham chaqirdi-da sizni. Kim u endi?
Oshnangizmi? Ha. Bezotmi nima? Videosini ko'rsataymi? Bezot. 95mi 94mi? 95. 95 lar ham oshnangizmi? Yo'q 95 da 94 dan naqmayapsizlarmi deyman. Yo'q, oshnam dedi-ku. Ubaydullohmi? Ha, Ubaydulloh. Ha, bo'ldi. Ishlata olasizlar o'zinglar chiqib qo'yaman. Tayyor. Videolarni chekiyorum ben. Kanalda egasi qalaysiz? Yaxshimisizlar, yaxshilar. Ishlar tugatdi. Bugungi kun ham o'tdi, xudo xolasa. Qaytyapmiz endi. Ubaydulloh, do'stim. Like bosib, obuna olmaganlar obuna olib qo'yinglar. Videoni ko'ryapsizlar, lekin like bosmayapsizlar. Yaxshilar. Hammanglarga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Mana shu kartalarga befarq bo'lmay ozgina qo'llab turinglar endi qadrdonlar. Xudo xolasa ishlarimiz oz qolyapti, yaxshilar. Kelamiz yana, xudo xolasa. Videolar davom etadi. Kundan kunga qiziqarli videolar chiqarish harakatidamiz, xudo xolasa. Alloh yomon aslar, yaxshilar. Yaxshi qolinglar, 7 gacha ko'rishamiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, like'larni bosinglar. Biz kanalga ham o'tib bosinglar. Ketyapmiz ekan mana ertagacha. Mana serialning bugungi qismi ham tugadi, qadrdonlar.